Barcha islom sizlar bilan yana Mr. Do'stlar, bugun bitta bomba sayt topdim. Xullas u saytda mining sayt o'ziga o'zi pul kelib turaveradi. Bir kunda 5-6 rubl ishlasa bo'ladi. Faqat internet qo'shib bo'lsa bo'lgan. Endi bitta yangilik bor. Har chiqargan videom oldinlari 15, 17, 15, 20 prosmoddan bo'lar edi. Hozir chiqargan videomdan kecha oxirgi chiqargan ikkita videomda 43 ta prosmotr bo'libdi. Telegram kanalga nakrutka mana shu video общий kanalimizda endi 512 ta prosmotr bo'libdi. Mana do'stlar, rahmat. Endi saytga o'tsak. Mana do'stlar, saytga o'tdim aytganimdek. Xullas bu saytga registratsiya juda ham oson. Boshda shunaqa bo'lib turadi. Proyekt registratsiya bo'lib turadi. Shunga kirasizlar va emailingizni, email parol, login, email parol, captcha shu bilan registratsiya tugmasini bosasiz va shunda mana bu turadi. Bu Payrga chiqarib olsanglar bo'ladi. Ethereum, Bitcoin bizlarga qulayroq Payr. Endi mana buni bosamiz hozir. Mana shu 3 ta nuqtani bosamiz. Я вижу по глазам, что ты хочешь мне сказать. Я не буду тебя знать, а ты меня, и мы друг друга. Я считаю по губам, мне нечего сказать. Я не вижу смысла врать. Не хватит слов, что я сказал. В 7:30 утра автобус врезался в автомобиль марки Сузуки. Какое-то время буквально тащил его по ходу движения. Как подтверждает ГИБДД, 11-летняя девочка, пассажирка Сузуки, погибла в огне. В салоне находилась ее мама, которая пыталась спасти ребенка. Что случилось еще не знаю. Выяснилось, будет rubl kiritsalar kuniga 4500 rubl topasizlar. Bu bitta bola chaqam boqib turadi. 15000 rubllar kiritsalar agar. Bunda men 10 rublni kiritib ko'raman. Payrda pul yo'q mana. Endi menda payrda pul yo'q. Endi kachelga degan tugmani bosamiz va hozir menimcha o'tmadi. Kachelga tugmani bosdik. Platejniy sistema tugmasini bosasiz. Men Payrni kiritib qo'yganman. Payrni kiritsalar agar boshqa masalan Bitcoin kiritasiz, bu yerga bir narsalarni yozib tashlaysiz va bosasiz va siz Bitcoinga pulingizni chiqarib olsanglar bo'ladi. Menda faqat Payr bor, boshqalari yo'q. Endi podдержка tugmasini bossalar, siz nami Telegram kontaktda agar to'lamayotgan bo'lsa, lekin to'laydi, 100% to'laydi. Buni ссылкасы har doimgidek videoning tagida tashab ketaman va yoki Telegram kanalim. Mana bu Telegram kanalim to'layotgan, to'lamayotgan
botlar tashab, botlar saytlar. Yaqinda kanal guruhini ochmoqchiman, lekin hozircha odam gol yig'mayapti. 6 ta gol bo'libdi. 10 ta prosmotr, 10 ta, 15 ta prosmotr. Menimcha hech kim qiziqmayapti. Boshda 277 ta prosmotr, 300 ta, 279 ta, 268 ta prosmotrlar bo'lyapti. Endi saytga o'tsak. Mana do'stlar, hozirga endi вывод средств tugmasini o'tamiz. Платежная система Payer. Minimalniy summa chiqarib olish 1 rubl ekan. Bu sayt menimcha 10-15 daqiqada to'laydi. Bu sayt to'lasa o'zim sizlarga tashiyman. Agar ko'plab ko'ray olsanglar, tezda minimalga yetib olishsa bo'ladi. Yetib olasizlar orqaga. Endi hamma xayr, omad. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.